Muloyim bo'lsang latta ekan deyuvchilar topiladi. Qattiqqo'l bo'lsang bemehr bag'ri toshga chiqarishadi. Ilmdan gapirsang amal ham qilish kerak deyishadi. Amal qilsang oldin yaxshilab o'rgan deyishadi. Maqtansang maddoh bo'lasan. Tanqid qilsang ichqoriga aylanasan. Haqni gapirsang o'rni emas deyishadi. Indamasang qo'rqoqqa chiqarishadi. Boy bo'lsang haromdan topgan, kambag'al bo'lsang dangasa bo'lasan. Hatto halol niyat bilan pulingni ko'paytirishga, biror manfaatli ishga sherik bo'lib foyda ko'rishga harakat qilsang ham, bunga ham shubha bilan qaraydiganlar topiladi. Odamlar shunday birodar, ular baribir gapirishadi. Ular baribir tinch qo'yishmaydi. Ular baribir rozi bo'lishmaydi. Sen ularga ko'p ahamiyat berma. Sen seni yaratgan zotni rozi qilishga urin. Senga haqiqiy baho ber. U qo'yadi.